Assalomu alaykum hurmatli onajonlar. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rayman. Chunki aynan shu video farzandingizni kelajakda baxtiyor bo'lishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Sababi biz bugungi olib boradigan suhbatimiz bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan va ota-onalarni, ko'plab oilalarni qiynab qo'yayotgan muammolardan bittasi bo'lgan, ya'ni jiddiy nevrologik kasalliklardan biri autizm kasalligi haqida bo'ladi. Autizm, ras kasalligi haqida aynan shu videoni tayyorlashimning sababi biz aynan mana shu kasallikni davolash bo'yicha juda zo'r metodologiya yaratdik va juda ham ko'p oilalarda farzandlarni sog'ayib ketishiga va baxtiyor bo'lishiga erishyapmiz. Hurmatli onajonlar, agar siz shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, quyidagi belgilarni farzandingizda uchratganmisiz? Farzandingiz chaqirganingizda ko'zingizga qaramayotgan bo'lsa, haddan ziyod giperaktiv bo'lsa, tashqi muhit bilan aloqasi bo'lmasa, kechalari uyqusiz, notinch, tong otguncha yugurib chopsa yoki bir xil harakatlarni bajarsa, sizga tanish bo'lgan bu belgilar agar sizni farzandingizda u yoki bu darajada uchrasa, unda videoni oxirigacha ko'ring. Hurmatli onajonlar, aynan nima uchun autizm, ya'ni ras kasalliklari haqida ushbu video tayyorlanyapti. Bugun 10-15 daqiqa davomida aynan shu kasallikni qanaqa belgilar bilan farqlaymiz? Aynan shu kasallikni ota-onalar qachon fahmlab o'z farzandida tekshirishi kerak, qachon shifokorga borish kerak va qanday qilib davolash metodologiyalari haqida to'liq ma'lumotlar berib boraman. Va shu bilan birgalikda videoni oxirigacha o'tirgan onajonlarga juda ham bir zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganman. Aynan autizm kasalligida farzandi bilan qanday qilib neyropsixologik muloqot qilish haqidagi qo'llanmam bor. Metodichkam aynan o'shani sovg'a qilinadi va ikkinchisi, yaqinda O'zbekistonda ilk bora tashkil etilayotgan autizmga chalingan bolalarni davolash, aynan u bolalarni uy sharoitida ota-onasi tomonidan neyroreabilitatsiya va neyropsixologik yordam ko'rsata oladigan loyihani yo'lga qo'ymoqchiman. Aynan shu loyihaning ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Xo'sh, hurmatli onajonlar, suhbatimni boshlashdan oldin men o'zimni tanishtirsam. Men Yodgarova Zebiniso Esanovaman. 26 yildan ortiq davrda nevropatolog bo'lib ishlab kelayotgan yetuk mutaxassisman. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi va Tojikiston Respublikasining eng nufuzli klinikalarida o'z faoliyatimni olib boryapman. Men o'z faoliyatim davomida aynan autizm va ras bilan og'rigan juda ham ko'p bemorlarga ijobiy yordam bera oldim va oxirgi 5 yilda aynan shu kasalliklarni jiddiy muammolardan xalos etib, autizm va ras kasalligining yengil va o'rta darajalarini davolashga erisha oladigan metodologiyamni yaratdim. Oxirgi 5 yilda menga murojaat qilgan 100 ta bemorni ajratib oldim va har bittasi bilan individual ishladim va aynan autizm kasalligini keltirib chiqaradigan sabablarini o'rgandim. Sabablari, kelib chiqish sabablari diagnostikasi, ularni qanday qilib etapma-etap davolash va ota-onalariga beriladigan metodologik yordamlar natijasida 50 dan oshig'i sog'lom hayotga qaytdi va qolganlari ham davolash jarayonida. Shu sababli men ushbu yaratilgan metodologiyamni keng ommaga tatbiq etish uchun va sizning ham farzandingizga yordam berish uchun ushbu video darsligimni yozyapman. Hurmatli onajonlar, diqqat qilamiz. Umuman autizm kasalligi qanaqa kasallik? Nima uchun bu oxirgi paytlarda tildan tilga tushmay qoldi? Aynan shu kasallik aktual bo'lib muammoga aylanishiga sabab nima? Nima uchun 20 yillar avval bu kasallik yo'q edi degan savollar hammangizda bo'lishi mumkin. Agar sizga professional mutaxassisning fikrlari qiziq bo'lsa, unda videoni yaxshilab joylashib o'tirib olib, diqqat bilan tinglaysiz. Autizm kasalligiga qisqacha ta'rif beraman. Autizm so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, auto, men, o'zim degan ma'noni bildiradi. Aynan bu kasallikka chalingan bolalarda o'zini yakkalash, ya'ni odamovilik, atrof muhitdan uzilish va cheklanish holatlari kuzatiladi. Ba'zilar o'ylaydiki, autizm kasalligi faqat kichik yoshdagi bolalarda bo'ladi deb, ya'ni 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'ladi deb o'ylasa, bu xato fikr. Birinchisi, mana qo'g'irchoqda ko'rsatib o'taman, ko'z kontaktini yo'qligi. Bola 4 oydan 6 oygacha bo'lgan davrda, chaqaloqlik davrida
ko'z kontakti paydo bo'lishi kerak. Bolangizga qarab ismini aytib chaqirganingizda, u yoqqa bu yoqqa bu farzandingizga gapirganingizda ko'zi bilan sizni kuzatishi kerak. Ko'zi bilan jilmayishi kerak. Sizdagi emotsiyalarni qabul qilishi kerak. Agar 4 oy, 6 oylik farzandingizga gapirganingizda, ismini aytganingizda sizga qaramasa, bu xavfli belgi hisoblanadi. Ikkinchi belgi atrof muhitga e'tiborni yo'qligi. Ya'ni 6 oylik yoki 8 oylik farzandingiz atrofdagi qo'shiqlarni, musiqa tovushlarini eshitmasa, uni ismi bilan chaqirdingiz, tinglamaydi. Unga biron bir gap aytdingiz, qaramadi. Musiqa, televizor ovoziga e'tibor bermadimi? Demak, bu ham xavfli belgi hisoblanadi. Uchinchisi quchoqlashni yoqmasligi. Ya'ni sog'lom bolaga ona bag'ri yoqadi. Uni bag'riga olganda, quchoqlaganda, oyog'lariga, shochkalariga, yonoqlariga teginganda jilmayib onani bag'riga yopishadi. Autizmga xos o'zini genida o'zgarish bor bolalar esa bu holatni xohlamaydi. Ya'ni chinqirab yig'laydi yoki bolasi onasini itaradi. Iloji boricha unga hech kim tegmasligini xohlashadi. Keyingi 4-belgi. 1,5-2 yosh bo'lganda autizmga xos moyilligi bor bolalar oyoq uchida yuradi. Ya'ni xuddi balerina pozasida. Normada 2 yoshda bu holat o'tib ketishi kerak. Agar 2 yoshdan keyin ham oyoq uchida yurishi o'tmasa, demak bu ham xavfli belgilardan biri hisoblanadi. Keyingi xavfli belgilardan bittasi bolalarning o'z o'qida aylanishi. Bu nima degani? Ya'ni 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni kuzatsangiz, biron bir harakatini bajarishda takroriy o'z o'qida aylanib, uyni ichida, xonani ichida aylanma harakatlar qiladi. Keyingi belgilardan bittasi har xil stereotip harakatlarning paydo bo'lishi. Bu harakatlar har xil shaklda namoyon bo'ladi. Aynan autizmga xos bolalar oyoq uchida qo'llarini xuddi kapalak simon qoqib, xonani aylanib chopadi. Bir paytda siz farzandingizda 3 ta 4 ta muammoli belgini ko'rishingiz mumkin. Yana eng siz e'tibor beradigan belgilardan bittasi bunday bolalarda tungi aktivlik oshib ketadi. Ya'ni hamma sog'lom bola soat 10 dan keyin uxlasa, aynan autizmga moyilligi bor bolalar tungi 11-12 dan keyin aktivligi oshib, tungi 3-4 gacha tinmasdan tapir-tupir yuguradi. Ular hech qachon 1 daqiqa ham joyida o'tirmaydi. Keyingi yana muammoli belgilardan bittasi bunday bolalarga atrof muhitdagi odamlar yoqmaydi. Ular o'zini o'zi izolyatsiya qiladi. Ya'ni bitta qorong'i xonaga kirib olishi, shkaflarning ichiga kirib olishi yoki uy xonadondagi luboy yoshirin qorong'i joylarga kirib olib, o'zini o'yinchoqlarini o'ynay boshlaydi. Yana bitta narsa, bolangizda quyidagi belgi ham kuzatilsa, bu ham yaxshi belgi emas. Qo'g'irchoq o'ynashiga, bolangizni o'yinchoq o'ynashiga e'tibor qiling. Agar autizmga xos moyilligi bor bolalar qo'g'irchoqlarni emotsiya bilan o'ynamaydi. Sujetli o'yinlar ularga xos emas. Ya'ni bu nima degani? 1,5 yoshli qiz bola yoki o'g'il bolaga qo'g'irchoqni bersangiz, u uning qo'g'irchoq ekanligini, uning ko'zlarini, qoshlarini, quloqlarini, sochlarini taroqchada taraydi yoki hokazo. Xuddi o'zini kichik ona shaklida shu bolaga qarab, qo'g'irchoqqa qarab o'ynaydi. Autizmdagi bolalar esa aynan umuman o'ynamasligi mumkin yoki sujetli bo'lmaydi. Ular aynan mashina yoki Lego sifat o'yinchoqlarga o'ynashga moyil bo'lib, aynan o'sha mashinani g'ildiragini takror aylantiradi yoki Legolarni yoki qalamchalarni ketma-ket tartibda taxlaydi. Aynan autizmga chalingan bolalarda o'ziga xos yana bitta xususiyat, ular tartibni yaxshi ko'radi. Oyoq kiyimlarni, oyoq kiyim botinkalarini ham ketma-ket taxlashi mumkin. Yoki Lego o'yinchoqlarini, qo'g'irchoqlarini, bir xil turdagi o'yinchoqlarni, masalan, faqat hayvonlarni taxlasa, bir xil turdagi hayvonlarni ketma-ket taxlaydi. Yokida Legoni taxlaganda ham bir xil figura shaklga ega bo'lganlarini tanlab olib, o'shalarni taxlaydi. Demak, sezyapsizmi? Aynan mana shu detallar, aynan shu belgilar farzand
farzandingizda qaysidir ma'noda autizm rivojlanishiga yoki ras kasalligi borligiga, moyilligiga darak beruvchi belgilar hisoblanadi. Xo'sh, quyidagi belgilar sanaldi. Endi autizm o'zi nima? Nima uchun ras va autizm deb gruppirovka qilinadi? Diqqat qiling. Ras degani bu расстройство autistского spektri, ya'ni shaxsiyat buzilishi, shaxsiyatga xos barcha belgilarni buzilishi haqida ma'lumot beradi. Bunga nimalar kiradi? Inson ongli mavjudot bo'lib, u kichkinaligidan boshlab, o'sha chaqaloqligidan boshlab unda ong, markaziy nerv sistemasi rivojlanadi. U ismini tanishi, atrofga reaksiya qilishi, ko'zlarida emotsiya, his-hayajonni bildirishi, 1 yoshga borganda jestlar bilan gapirishi kerak. Ya'ni imo-ishora qilib o'zini fikrini tushuntirish kerak. 1 yoshda uje gapirishi, ota-onasini ismini chaqirishi va atrofdagilar bilan o'ynashi, muloqot qilishi kerak. Yana eng asosiy belgilardan bittasi taqlid qilish. Ya'ni 1 yoshli bola ota-onasini qiliqlarini bajarib boshlaydi. Autizmda esa aynan 2 yosh, 3 yoshdagi bolalarga biron bir harakatni o'rgatsangiz, masalan, tish yuvishni, qoshiqni og'ziga olib borishni yoki hokazo uydagi pult bilan televizor boshqarish kabi narsalarni o'rgatsangiz, ular hech qachon taqlid qilishmaydi. Ular o'ziga xos, o'zlaricha bilganicha bu jismlardan yoki predmetlardan foydalanishadi. Aynan qachon mana shu belgilar murakkab shaklga o'tib chuqurlashib borsa, autizm kasalligi rivojlanadi. Расстройствоda esa o'sha shaxsiyatga xos barcha belgilarning u yoki bu darajada buzilishi kuzatiladi. Yana eng asosiy autizmga xos biz diqqat qilishimiz kerak bo'lgan belgilardan bittasi, ya'ni 10-belgi ham desak bo'ladi, bolalarda nutq rivojlanishi bo'lmaydi. Bunday bolalar gapirmaydi. Gapirganda ham umuman boshqa terminda, boshqacha tilda hech kimga tushunmaydigan so'zlar bilan mujmal, ya'ni so'z boyligi siz gapiradi. Normada esa sog'lom bolalar 10 yoshdan 10gacha, 18 oylikda esa hattoki 25-30 tagacha so'z bilishi, 2 yoshida 50 tagacha so'zlar va bu so'zlarni bir-biriga qo'shib voqealarni gapira olishi kerak. Masalan, qanday? Bog'chaga borib keldi, nima ovqat yedi, bog'cha opasi nima dedi va hokazo. Dadasi nima olib berdi, nima yegisi kelyapti. Hammasi tugallangan ma'noga ega bo'lgan kichik lug'aviy so'zlar bo'ladi. Autizmda esa umuman gapirmasligi, nutqdan orqada qolishi va hokazo belgilar bilan kechadi. Endi sizga yana bitta ma'lumot uchun aytaman, autizm yoki rasni ham turli xil darajalari bor. Yengil, o'rta va og'ir darajalari. Yengil darajasi masalan sindrom Asperger deyiladi va juda ham ko'p uchraydi. Oxirgi paytlarda 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda juda ko'p uchrayapti. Keyingi yana uchraydigan turlardan bittasi bu Kanyer sindromi deyiladi, ko'proq o'g'il bolalarda uchraydi. Va qolgan og'ir turlari 4 yoshdan 5 yoshgacha va o'smir yoshdagi bolalarda ham uchraydi. Og'ir darajali autizm qo'yilgan tashxislarda ularda og'ir nutq rivojlanishidan, aqliy rivojlanishdan va intellekt rivojlanishidan orqada qolish bo'ladi. Ya'ni bu kasalliklar o'z vaqtida aniqlanmasa va o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa, aynan bunday bemorlarda chuqur nevrologik o'zgarishga xos bo'lgan invalidnizga, nogironlikka olib keladigan jiddiy muammolar ham rivojlanishi mumkin. Hurmatli onajonlar, bilaman, hozir mediada har kuni autizm, ras haqida turli xil mutaxassislarning fikrlarini eshitib boryapsiz. Ba'zilaringiz o'qimishli insonlar bo'lib, kitoblar, statistik ma'lumotlarga ham e'tibor qilib o'qiganingizda, bu kasallikning davosi yo'q degan terminni o'qiganingizda ko'nglingiz tushib ketishi mumkin. Lekin men sizga bitta yaxshi gap aytaman. Ya'ni 26 yillik shifokor sifatida men oxirgi 5 yilda juda ham ko'p bolalarni aynan autizm kasalligi va rasda yengil va o'rta darajalarda o'sha muammodan yengillatishga, ularga 30-60% gacha yaxshi tomonga, stabil holatga keltirishga erishganim uchun aynan bu suhbatni uzoq o'ylab, uzoq tajriba va metodologiyalarimni keng ommaga, barcha ota-onalarga yetkazish uchun ushbu videoimni tayyorladim. Endi, hurmatli onajonlar,
Xo'p, autizmga xos belgilar tushunarli. Har bittangiz farzandingizda yoki yaqinlaringizda aynan shu belgilarni kuzatib ko'rasiz degan umiddaman va suhbatimizni davom etamiz. Hurmatli onajonlar, yuqorida sanalgan 10 dan oshiq belgilar, autizm yoki rasga xos belgilarni uy sharoitida fahmladingiz, aniqladingiz. Keyin nima qilish kerak? Siz darhol nevropatolog shifokorga yoki psixonevrologga murojaat etishingiz kerak. Bu sohada aynan malakasiga ega bo'lgan tajribali shifokorlar o'z metodologiyasi bilan sizga yordam bera oladi. Siz shifokorga olib borasiz. Shifokor faqat nevropatologgina bu kasallik yengil yoki og'ir darajada ekanligini, bu kasallikni qancha muddatda davolash mumkinligini yokida har xil jo'yali maslahatlarni beradi. Va kerakli bo'lgan eng asosiy tekshirishlarni ham aytib o'taman. Diagnostikada eng asosiy tekshiruvlarga qon tahlillari, bosh miyani MRT tekshiruvi, elektroensefalografik tekshiruv va shu bilan birgalikda bolalarda o'sha bioklinik analizlar o'ta muhim hisoblanadi. Hurmatli onajonlar, agar siz videoni shu joygacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, demak siz farzandingiz sog'lig'iga befarq emassiz. Siz uchun yana bitta zo'r taklifim bor. Diqqat qiling. Hurmatli onajonlar, shifokor sifatida mana 26 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis sifatida men yana bir bor sizlarga aynan autizm ras kasalligini va shu bilan birgalikda nutq rivojlanishidan orqada qolayotgan, gapirmaydigan bolalarni qanday qilib o'z metodologiyam bilan davolayotganligim haqida qisqacha ma'lumot beraman. Menga murojaat qilib kelgan har bitta bolani individual ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazaman. Ya'ni to'liq nevrologik ko'rikdan o'tkazaman. Bu bola qanaqa yoshda bo'lishidan qat'iy nazar standart bo'yicha bolani tekshirib ko'raman. Bolani ongi rivojlanishi, aqliy, nutqiy rivojlanishi va har bitta harakatigacha detalli e'tibor beraman. Ikkinchisi, bosh miyani MRT tekshiruvi va bosh miyaning elektroensefalografik tekshiruvi albatta tekshirib ko'riladi. Bunda aqliy faoliyati qanchalik darajada rivojlanyapti, u yoki bu nevrologik muammo birga ketyaptimi yo'qmi? Va keyin asosiy men tekshiradigan narsalardan bittasi laborator tahlillar. Mening tajribamda aynan men davolagan 100 dan ortiq bemorlarda bitta yaxshi tekshiruvlarni o'tkazdim. Ya'ni bu qon tahlilida torch infeksiya viruslarni va ichaklarda, axlatida har xil gijjalar, parazitlarni bor yo'qligini birinchi navbatda tekshiraman. Chunki autizm va ras kasalligiga olib keluvchi sabablardan eng muhimi va eng yomoni bu torch infeksiya hisoblanadi. Men aynan o'sha bolalarni bittalab tekshirib bo'lganimdan keyin ularga o'zimni individual programmamni tavsiya etaman. Bunda agar o'sha farzandda, o'sha bolada, patsientda u yoki bu darajada problemalar bor bo'lsa, masalan, MRT tekshiruvida bosh miyada gipoksik o'zgarishlar, biron bir chuqur nevrologik muammolar bor bo'lsa, bularga alohida neyroreabilitatsion lecheniya. Agar bolada torch infeksiya aniqlansa, birinchi oyda aynan torch infeksiyasini butunlay yo'qotishga qaratilgan lecheniya o'tkaziladi. Aynan shu davrda bolalar ichaklari har qanday parazitlardan, askarida, astritsiya, lambla va hokazo parazitlardan tozalanadi va qon tahlillarida ruhdan tortib gemoglobingacha, temirdan tortib kalsiygacha, barcha vitamin B12 gacha mikroelementlarni o'rganib chiqaman va qaysida nedostatka bo'lsa, yetishmovchilik bo'lsa, o'shani korreksiya qilaman. Mana men yaratgan oddiy metodologiya. Mana shu aytayotgan jarayonlarim 1 oydan 3 oygacha davom etadi va aynan shu davrda bola anchayin stabillash holatiga keladi. Birinchi oyda men onalarga aytaman, qabulimga kelgan kundan 1 oylik lecheniya o'tgandan keyin bolasida agar 30% gacha положительlik, ya'ni musbat, yaxshi o'zgarishlar kuzatilsa, 2-chi, 3-chi, 4-chi etapga o'tamiz. Ikkinchi etapda bosh miya faoliyatini yaxshilaydigan, aynan nutqini yaxshilaydigan, gapirishini, diqqat e'tiborini, bolaning atrof muhitga bo'lgan faoliyatda aktiv bo'lishiga qaratilgan lecheniyalar bo'lsa, 3-chi etapimda esa neyroreabilitatsiya, bolaga o'sha logopedik massajdan tortib o'tkaziladigan neyroreabilitatsion nuqtaviy massajlargacha ota-onalarga tavsiya etiladi va o'rgatiladi. 5-chi oyda esa bolaning bosh miyasini,
aqliy faoliyatini integratsiyalash metodologiyalar o'rgatiladi. Aynan shu davrda onasiga bolani nutqini yaxshilash, bolani xotirasini yaxshilash, bolani atrof muhitga adaptatsiyasini yaxshilaydigan aniq metodologiyalar tavsiya etiladi. Hurmatli onajonlar, men qabulimga kelgan har bitta bola bilan individual ishlar ekanman. Ularni ota-onasiga xohlasa offline, ya'ni bu har kuni Toshkent shahridagi klinikamizga kelib, men bilan lecheniya muolajalarini olib borsa, ikkinchi eng qulay usul bu onlayn lecheniya. Bu nima degani? Bemor keladi, to'liq muolajalar o'tashgacha bo'lgan davrda diagnostika qilinadi. Ya'ni tekshiruvlarim, analizlari, MRT, EEG tekshiruvlar uchun 1 kundan 2 kungacha vaqt ketadi. Bolani diagnozi qo'yiladi, bolaga qanday lecheniyalar qilish haqida programmam tuziladi va agar Toshkent shahrida turishga imkoniyati bo'lmasa, mablag'i yetmasa, turar joyi bo'lmasa, uyiga, ya'ni u Xorazmda bo'ladimi, Qoraqalpoqda bo'ladimi, Surxondaryo, Qashqadaryoda bo'ladimi, Tojikistonda bo'ladimi, buni farqi yo'q. Ya'ni rivojlangan texnika asrida yashayapmiz. Ularga uyiga lecheniya yozib beraman va ular bilan onlayn muloqot o'rnatamiz. Bular bizni alohida Telegram kanalimizda bo'ladi va har bitta muolajamni tavsiyalari ularga tashlab beriladi va nazorat qilib boriladi. Xohlagan vaqtda men bilan muloqot qila olishi, aloqaga chiqishi va savollarga javob olishi mumkin. Biz o'tkazayotgan hamma lecheniya va metodologiya, davolash usullari o'ta xavfsiz bo'lib, hech qachon hali bironta farzandda yoki bolada biron bir reaksiya, allergik holatlar yoki biron bir zararli holatlarni chaqirmagan. Bular faqat bolaga foyda, bola aqlining, intellektining, ongini o'sishiga, butun organizmining tiklanishiga qaratilgan davo muolajalari bo'lib, faqat foyda, ya'ni davolangan bemorlarning 80-90% da ijobiy natija bo'lyapti. Hurmatli onajonlar, albatta, tayoqning ikkita uchi bor. Ya'ni shifokor to'g'ri maslahat bergan bilan, siz zamonaviy dori-darmon olgan bilan, aynan shu narsalarni o'z vaqtida beradigan, farzandingizni to'g'ri ovqatlantirib, uni parvarish qiladigan, farzandingizni uxlashini, turishini, yeyishini, ichishini nazorat qiladigan inson bu sizsiz. Ya'ni meni metodologiyam qachon ishlaydi? Qachonki siz meni metodologiyamni aqlan o'rganib olsangiz, ya'ni meni sizga beradigan tavsiyalarimga diqqat e'tibor bilan, kerakli bo'lgan metodik qo'llanmalarim, video darsliklarimni diqqat bilan o'rgansangizgina biz birgalikda farzandingizni davolashga erishamiz. Aynan men tavsiya etadigan o'sha 3 oydan 5 oygacha, 6 oygacha bo'lgan metodologiyada autizm, ras, aqliy rivojlanishdan orqada qolayotgan, nutqi rivojlanmayotgan bolalarni alohida ovqatlanish dasturi ham beriladi. Aynan autizm va ras alohida o'zining ovqatlanish programmasiga ega bo'lib, agar siz uni umumiy qozon ovqatlar bilan va umumiy tartibda ovqatlantirsangiz, hech qachon farzandingiz tuzalmaydi. Aynan mendan shu metodologiyani olishga erishgan ota-onalarga men bolani qanday ovqatlantirishdan tortib, hattoki to'g'ri suv ichirishgacha bo'lgan barcha o'zimni metodik qo'llanmalarim bilan ta'minlayman. Yana eng yaxshi ma'lumotlardan bittasi aynan biz bilan ishlagan, farzandini qabulimga olib kelgan va meni programmamda bolasini davolayotgan onalarga men o'zimni tomonimdan yaratilgan neyromassaj kursimni ham sovg'a tariqasida taqdim etaman. Ya'ni bu neyromassaj kursimda onalar uy sharoitida o'z farzandini sog'lom bo'ladimi, bemor bo'ladimi, barcha holatlarda neyromassaj qila olish imkoniyatiga ega bo'ladigan darajada mutaxassisga aylanadi. Xo'sh, hurmatli onajonlar, men tavsiya etayotgan metodologiya aynan hamma butun tibbiyot yoki butun zamonaviy axborotnomalarda davolash mumkin emas, bu juda og'ir kasallik degan muammoni hal etsa bo'lishi haqida isbot dalil bo'la oldimi? Hurmatli onajonlar, olma pish og'zimga tush deb o'tirish hech ham yaramaydi. Sizga malakali mutaxassis tavsiyasi berar ekan, siz bundan foydalaning. Hoziroq bu ma'lumotlar asosida meni qabulimga yozilishga shoshiling. Bu qanaqa bo'ladi degan savolga quyidagicha javob beraman. Quyidagi sayt orqali hoziroq ro'yxatdan o'tasiz va
kerakli savollarga javob berasiz. Ismi sharifingiz, farzandingiz necha yoshda, qaysi shaharda yashaysiz va 5 dan ortiq quyida men ko'rsatgan belgilardan qaysi biri farzandingizda uchradi? Ko'z kontakti yo'qmi, nutqi orqada qolganmi yoki giperaktivmi va hokazo. Shu savolnomani to'ldirasiz. Agar sizda savolnomada 3 ta положительный, ya'ni musbat javob bo'lsa, demak farzandingizda u yoki bu nevrologik muammo borligi haqida ma'lumot beradi. Hurmatli onajonlar, men yaratgan metodologiya kimlarga foyda berdi va kimlarda qanaqa natija bo'lganligini misollar tariqasida ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu bola, Nurislom ismli bola 5 yil davomida autizm kasalligi bilan kasallangan va menga olib kelganda bolada chuqur nutqiy orqada qolish, gapirmaslik, aqliy va nutqiy rivojlanishdan orqada qolish kabi og'ir darajali autistik belgilar bor edi. Bu bolani qanday qilib davolaganligim va natijaga erishganligim quyidagi video tasvirlarda ko'rsatilgan. O'zingizni tanishtiring. Madina, qayerdansiz? Nimaga bugun shunday vebinarga meni ko'rish uchun keldingizmi yo bir o'zingizni xursandchiligingizni ulashish uchunmi? Men bugun shunaqa xursand bo'lib, taassurotlarimni, bilimlarimni onalarga ulashmoqchi bo'lib keldim. Juda ham xursandman. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidanman. Oldin o'zimni Surxondaryo ekanligimni tanishtirmagan ekanman deb. Yo, men siz Toshkentdan deb o'ylarkanman, qarang. Surxondaryoda tug'ilganman. O'g'limni 4 yil oldin olib kelganman sizga, onam maslahati bilan. O'g'lim unda birinchi poliklinikaga olib chiqqanimda poliklinikadagi nevropatolog menga o'g'limga autizm kasallik tashxisini qo'yganda va keyin men ko'rib bu tashxisni ko'rib rosa depressiyaga tushganman, rosa qayg'uda siz oldingizga borganman. Keyin siz tekshirib o'g'lingizda autizm kasalligi yo'q, nutqdan orqada qolish borligini aniqlab bergansiz. Juda ham xursand bo'lganman. Va o'sha lecheniya orqali, siz o'sha lecheniyalar orqali mana o'g'lim 5 oyda gapirdi deganingizda nima gruppangizga tashlagan ekansizda, onalar mantiqqa to'g'ri kelmaydigan gap bu, qanaqasi bu deb anaqa qilganda, men keyin yozdim. Mantiqqa to'g'ri keladi, chunki 5 oydan oldin ham gapirishni boshlagan o'g'lim deb. Va nima deydi? 5 oydan oldin to'g'ri lecheniya orqali gapirishni boshlagan o'g'lim. Juda ham xursandman. Siz Madina, mana xursandman. Birinchi o'rinda siz mana baxtli bo'lib shunchalik kelib o'tirish. O'g'illardan nechta? Bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Malades. O'zingiz bu yerda qayerda ishlaysiz? Men hozir universitetda ishlayman. O'zim pedagogman. Lekin o'shanda esimda, yodimda, men to'g'risi siz bolangiz gapirib ketganda ko'zlarimda yosh chiqib ketgan va o'shanda to'g'risi qalbimga bitta ahd qilganman. Xuddi sizday muammosi bor onalarga yordam berish qo'ldan kelar ekan, bu ishimni davom ettirganman va bugun bundan natijalarim juda ham zo'r. Biz qanaqa ishlaganmiz, ozgina bular bilan metodologiyamiz haqida tushuntirsangiz. O'sha birinchi o'rinda to'g'ri tashxis ekan. Bu zadeshkada to'g'ri tashxis qo'ygansiz va kecha nima onalarga tavsiyam shunaqaki, kecha ta'riflarni sizni tanishtirib o'tdingiz. Onalarga maslahat berardim. Zeba opam aytdiki, ikkita chiroyli ko'ylak olmang, ikkita qimmat ko'ylak olmang, lekin bolangizni o'sha veb tarifi sotib olib, o'zingiz mustaqil davolang dedingizda, keyin sertifikat ham beraman dedingizda. Sertifikat nimaga beriladi onalarga? Chunki bu veb tarifni o'qigandan keyin ona o'sha oilaning nevropatologi bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Nevropatologi bo'ladi. Balkim o'sha nima deydi, oilasini, butun avlod ajdodlari nevropatologi bo'lar. O'sha uchun sertifikat berilar ekanda. Siz o'sha paytda o'sha veb tarifda o'sha mana bolamni gapirishiga yordam bergan metodologiyangizni ishlatgansiz, o'sha paytda metodingizni ishlatgansiz, modellaringizni ishlatgansiz. Hammasini birgalikda qo'llab, mana o'g'lim 5 oydan oldin, mana masalan qilgan lecheniyangiz orqali kuzating Madina, o'g'lingiz 20 kunda miyada yangi neyronlar paydo bo'ladi va gapirishni boshlaydi deganingizda, 20 kunda o'sha ona degan so'z ayta olmasdi-da. Avval menga kelgan. Kelganingizda ona, dada deya olmasdi-da. Oyi, dada,
mana shunaqa so'zlar Gapirib gapirish ketdi. shunaqa xursand bo'lib ketganman. Rahmat. Va bizaga ikkinchi kursi kelganingizda man o'shanda videolar qo'yganman. Hurmatli obunachilar, mani Instagram kanalda bu video qo'yilgan, Telegramda ham bor. Aynan o'sha bola. Masalan, bularga men bir pora bermayman yo iltimos qilganim yo'q. Mana haqiqiy живой guvoh. Bu masalan men bunaqa кейslarimni juda ko'p keltirishim mumkin. Aynan nimaga bilasizmi? Men doktor sifatida bugun faxrlanadigan tuyg'u paydo bo'ldi. Undan tashqari qanchadan qancha bunaqa bolalarga yordam bera oladigan metodologiya yarata oldim. Ya'ni bizani ushbu dasturimiz, ya'ni oddiy bolani to'g'ri tashxislashdan boshlab hamma programmasi bor. Bolaga qanday suv ichirish kerak, bolani qachon tabiatga olib chiqish kerak, bolaga qanday ovqat berish kerak, aynan qaysi zaharli mahsulotlar bolaning miyasida mutagen, ya'ni zararlangan genni chaqiradi. Shu haqida gaplashamiz bu metodologiyada. Kuzatib borasiz. Sizga juda ham kattakon rahmat Madina kelganingiz uchun. O'g'lingiz gapirib bersin, isboti bilan bo'lsin. Nurislom, sizni tabriklab, mana masalan zehnni ham o'tkirlab beraman dedingizda, biz kecha 2 soatda yodlagan she'rimizni Nurislom hozir aytib beradi. Bu sizga bag'ishlangan she'r. Rahmat. Rahmat. Boshlaymiz. O'g'lingizga beramiz. Yashang, Nurislom. Поздравляю тебя, очень искренне любя. Будь счастлив и здоровый, конечно же, веселой. Nechun bundan ortiq. Rahmat Nurislom, rahmat o'g'lim, молодец. Nasib bo'lsa katta yigit bu. Chempion ham bo'ldi dedingiz. Chempion va biz anaqa medallarni ham olib kelganmiz. Qani medallarini ko'rsataylik, medallarini. Men demak nimadir natijaga erishgan doktor ekanman. Sog'lom ona nima dedingiz? Sog'lom bola formulasi. Formulasi deganingizga albatta medallarini, mana diplomlari, Yashang. diplomlari Qoyil. va Tak. bu hammasi Zebo opamning mehnatlari va mana bu medallari, mana Qoyil, молодец. medallarini olib kelganmiz. Jang san'ati bo'yicha. Jang san'at taekvondo yo'nalishi Taekvondo yo'nalishi bo'yicha. Taekvondo. Bu medallar oltin bo'lsin, nasib bo'lsa, inshaalloh. jahon chempioni bo'lganingda meni doktorim Zebo opa bo'lgan deb, nasib bo'lsa yoningda turib to'ylaringda xizmat qilaylik. Inshaalloh. Молодец bolam. O'sha onalarga tavsiya qilardim-ki, men o'sha onaga yo'q, Zebo opam 5 oydan oldin men o'g'lim gapirtirib bergan deb anaqa aytganimda ota-onalar menga rosa ko'p yozishdi-da. Qanaqa qilib, mantiqqa to'g'ri kelmaydi, Zebo opam adresini bering, telefon nomerini bering. Bering. Keyin nima deb javob berishga, nima deb bitta so'z bilan jamlab aytishga anaqa qila olmadim, so'z topa olmadim. Kecha keyin vebinardan keyin onalarga yozdim. Menga yozgan ekan. Zebo opam o'sha veb tarifini olib, o'zi Mayli, veb tarifi oladimi, olmaydimi? Lekin men bitta narsani aytmoqchiman, hurmatli onajonlar. To'g'ri lecheniya, to'g'ri programma asosida doktor bilan ishlasa, albatta autizmning ham davosi bor. shunaqa ekan. Men bugun bemalol mana ko'p katta mediada meni ko'rib turishibdi. Rossiya ham davosi bor. Undan keyin ana Qoraqalpog'istonlik bola, bu bola ham 3 yoshligida menga qabulimga kelgan va unda ham xuddi autizmga xos belgilar kuzatilgan va bugungi kunda bu bolada ham butunlay sog'lomlashish darajasiga erishishlar kuzatildi. Bunday misollar juda ham ko'p. Bugungi kunda meni qabulimga kelib, meni metodologiyamdan foydalanib, bolasi shifo topayotgan onalar qatoriga qo'shilishingiz mumkin. Hurmatli onajonlar, siz ham quyidagi yaratilgan metodologiya orqali farzandingizni davolanishni istasangiz, hoziroq qabulga yozilishga shoshiling. Buning uchun quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'tasiz va 24 soat ichida telefon raqamlaringizni qoldirsangiz, mening administratorlarim siz bilan bog'lanadi va qabulga yozilishadi. Shoshiling, chunki qabullar joyi cheklangan. Onajonlar, farzandim buyuk, mukammal, aqlli va jamiyatga kerakli inson bo'lib yetishsin desangiz, befarq bo'lmang. Buning uchun harakat sizdan bo'lishi kerak. Siz aqlli bo'lib farzandingizni to'g'ri hayotga yo'naltirishingiz kerak. Buning uchun esa malakali shifokor yordamiga shoshiling.